Edubaza platformasida ta'limiy o'yinlardan qanday foydalanish mumkin? Saytimizda hozir 10 dan ortiq interaktiv qiziqarli ta'limiy o'yinlari bor. Siz menyudagi o'yinlar degan joyni bosish orqali mana shu sahifaga kirishingiz mumkin va kerakli o'yinni tanlab, uni ichidagi savol to'plamlarini o'ynash mumkin. Masalan, aytaylik, sirli quti, arqon tortish, omad charxi, poyga, istalgan bittasini olamiz. Masalan, poygani olamiz mana. Birinchisi, siz matematikadan poyga qilish uchun shunchaki yashil tugmani bosishingiz yetarli. Bu qo'shish, ayirish, bo'lish, ko'paytirish kabi amallar ustida, demak, o'yinni o'ynatish mumkin bo'ladi o'quvchilarga va bu yerda ko'plab ustozlar tomonidan yaratilgan savol to'plamlari bor. O'sha savol to'plamlarini ham o'ynash mumkin. Mana. Masalan, aytaylik, mana logikani rivojlantirish, dunyo poytaxtlari va hokazo. Keling, o'ynash tugmasini bosib ko'ramiz. Qanaqa o'ynaladi? Buning uchun men Davra ustozni chaqiraman, keling. O'ynash ekranini ko'ramiz. Kerakli o'yinni tanlaymiz. Mana o'ynash tugmasini bosamiz. Bizda mana shunaqa o'yin oynasi ochiladi. O'yin oynasini qisqacha tushuntirib ketaman boshlashdan oldin. Nimalar qilish mumkin bu yerda? O'yin davomiyligi 2 daqiqa o'yinmi, 3 daqiqa bo'lsinmi, 4 daqiqa, 5 daqiqa tanlaymiz. Biz hozir 3 daqiqalikni tanlaymiz. Pastda bir nechta narsalar bor. O'yinni dizaynini o'zgartirishimiz mumkin. Mana bu joydan va o'yinni boshqa rejimda o'ynash ham mumkin. Shu joyning o'zida aynan mana shu savollarni. Oldin biz keling bitta poygani mana shu dizaynni o'ynab ko'ramiz, undan keyin o'yin rejimlarini o'zgartirishni ko'ramiz. Xo'p, boshlaymizmi? Xo'p. Har bir o'quvchiga o'zining savollari chiqadi. Xo'p, tanlaymiz. Dvigatel to'xtab qoldi. Qirg'iziston. Yaxshi, har doim g'alaba qozonadi. Wales Butan ekan. Mozambik. Madagaskar. Bu Misr. Bu Braziliya. Xo'p. Bu Singapur. Xo'p. Daniya ekan bu. Yangi Zelandiya, Avstraliya. Xo'p, Kanada bayrog'ining chinorida nechta? 11 ta. Savol o'tgadimi? Xo'p, tekshiramiz. Bu Inyan. Xo'p, 12 ga 12. Bizda durang bo'libdi, juda ham yaxshi. Xo'p, xuddi mana shunaqa, demak, bu yerda qayta o'ynash mumkin, chiqish mumkin va xuddi shuni boshqa mavzularda o'ynash mumkin yoki o'yin rejimini o'zgartirish mumkin. Masalan, xuddi shuni sirli quti sifatida o'ynash mumkin. To'liq bonus jarimalar yoki faqat savollar rejimini qo'yish mumkin. Bu yerda jamoa sonini ko'rsatish mumkin. Masalan, ikkita guruhga bo'lib o'quvchilarni olib chiqish mumkin. Ikkitani tanlab turib boshlash mumkin. O'yin dizaynini o'zgartiraylik. Hozir chiqib ketamiz. Keling, bahor kayfiyati uchun bizda bahor degan mavzu bor. Mana o'sha mavzuda o'yinni o'ynab ko'ramiz. Hop, ikkita jamoa bo'lib, demak, o'yin yana bir marta ko'rsataman. Mana shu joyda dizaynni o'zgartirish mumkin. Standart, bahor, suv osti va boshqa ko'plab dizaynlar bu yerda paydo bo'ladi. Xo'p, boshlaymiz. E'tibor beramiz. Sirli quti o'yinida bizda ikkita jamoani navbati tepada ko'rinadi. Birinchi jamoa, ikkinchi jamoa. Men hozir bu yerda birinchi jamoaman va men bu yerda raqam tanlashim mumkin. Masalan, 8. Xo'p. Bu Inyan mana. Davom ettirish bosib davom ettiramiz. 5 tanlaymiz. Avstraliya. Davom etish. Xo'p, jamoa men navbatim 7 balldan ketyapti hozircha. Ochko o'g'irlash. Narigi jamoadan bu jamoaga 10 ball olib qo'yamiz. Mana 7 ball u yoqda 10 ball biz olib qo'ydik. Qayerdan aks etgan? Qirg'iziston bayrog'i. Aha. Xo'p, 12. Yaxshilik doim yomonlik ustidan g'alaba qozonadi. Bu adashmasam Butan. Qo'shimcha navbat ijodni yana tanlashingiz mumkin.
istalgan qutining ichini ko'rishingiz mumkin. Bu ham bonus. Menga keldi. Xo'p. To'g'ri, bu Yangi Zelandiya. 34 ga 7 nisbatda ketyapmiz hozir. 5 ta xitani anglatuvchi 5 ta yulduz. Aha. Xo'p, 18. Bu Braziliya imperator sulolasi. Bonuslarni yo'qotdingiz. Barcha sizdagi bor bo'lgan faol bonuslar yo'qoldi. Yana menga navbat. Xo'p, bu adashmasam Mozambik. Kim yutishi aniq bo'lib qoldi menimcha. Daniya. Aha, davom ettiramiz. Xo'p, Chinor bargi 11 ta Kanadaniki. 7. Qaysi bayroq? Aha. Xo'p, 31 ga 64. Raqib jamoani bitta navbatga muzlatamiz. Muzlatib qo'y. Bu degan yana bizda navbat. Chunki navbatingizni o'tkazib yubordik biz. Xo'p, haligacha o'zgarmasdan ishlatib kelinayotgan bu adashmasam Daniyaniki bo'lsa kerak. Aha, qora, qizil, oltin rang. Yaxshi, oxirgi savollar. Xo'p, yagona to'rtburchak shaklda bu Vatikan. Nepal. Emas degan joy bor. Nepal. Bu Madagaskar bayroq. Yaxshi. G'olib jamoa, demak, birinchi jamoa ekan. Xuddi shunaqa qilib, demak, o'quvchilarni bemalol qiziqarli tarzda o'ynatish mumkin. Hop, chiqamiz. Demak, o'yin dizaynlarini ko'rdik. Agar birorta o'yinni o'ynasangiz, uni siz izoh yozib ketishingiz mumkin bo'ladi. Savol to'plami qanchalik yaxshi tuzilgan. Masalan, yozib qo'ysak bo'ladi. Zo'r o'yin ekan deb. Mana. Zo'r deb yozib qo'ydim hozircha mana. Mana. Savol to'plamlari shu yerda tanishish mumkin va eng muhim joyga kelamiz. O'yinni nafaqat shunchaki o'ynash mumkin, balki uni skachat qilib, ya'ni yuklab olish mumkin. Masalan, hozir biz o'ynagan bayroqlar mavzusini biz mana shu yerda siz ko'rib turgan 6 xil formatda yuklab olishimiz mumkin. Buning uchun nima qilamiz? Aytaylik, test formatida yuklab olmoqchimiz. Yuklab olishni bosamiz. Hamma savollarni joylashtirishni istaysizmi? 15 ta savol, javob varaqasini ko'rsatamiz. Mana yoniq turibdi, yuklab olishni bosamiz. Bu bizga nima beradi? Mana shunaqa juda ham sifatli bo'lgan PDF material beradi va buni biz bemalol mustahkamlash yoki yakuniy nazorat sifatida ham ishlatsak bo'ladi. Qarang. Mana. Mana. Tayyor printerdan chiqarishga, shunchaki printerdan chiqarib o'quvchilarga tarqatish mumkin va bu bitta turi edi. Va xuddi shuni masalan crossword yoki anagramma shaklida ham chiqarishingiz mumkin. Masalan, savol to'plamini crossword qilsak nima bo'ladi? Bosamiz. Yuklab olish va crosswordni ko'ramiz. Mana marhamat. Pastda savollar yozilgan mana. Bu yerda esa javoblar. Va mana javob listini ko'rishimiz ham mumkin. Xuddi shu yerga Daniya, Qirg'iziston, Madagaskar savollarni joylashtirib bergan. Bu degani nima degani? Biz bitta o'yin yaratish orqali undan 6 xil, turli xil materiallar yuklab olishimiz mumkin degani. Xo'p, bu demak biz hozir birovlarni yaratgan o'yinni, ya'ni ustozlarni yaratgan o'yinni o'ynashni va material yaratishni ko'rdik. Endi esa hozir o'yinni o'zimiz qanday yaratishimiz mumkinligini ko'rib chiqamiz. Buning uchun o'yinlar degan joyda o'yin yaratish degan tugmani bosamiz. Mana. O'yin yaratishda savol to'plamiga o'yin turini tanlaymiz. Ya'ni har bitta o'yinni o'zini turi bo'lishi kerak. O'sha turni tanlasangiz, uni keyin boshqa usullarda o'ynash mumkin. Masalan, aytaylik, sirli quti degan o'yin yaratmoqchimiz. Buning uchun nima qilamiz? Sarlavha kiritamiz. Masalan, sarlavhada aytaylik, poytaxtlar. Mana. Poytaxtlar degan mavzuda biz mana poytaxtlar degan mavzuda savol to'plami yaratmoqchimiz. Izoh yozishimiz mumkin. Fanni tanlashimiz mumkin. Masalan, fan bizda bo'lishi mumkin, aytaylik, tarix yoki bo'lmasa geografiya. Mana. Nechin sinflarga mos bu? Bularni tanlab ketish boshqa ustozlarga yordam beradi. Siz masalan bu
4 va 5 sinflarga to'g'ri keladi desangiz, ustozlar kirib 4 sinf va 5 sinflarga to'g'ri keladigan o'yinlarni izlagan paytda sizni o'yiningiz chiqib keladi va bu juda ham yordam beradi. O'zbekchadan, ruschadan, inglizchadan buni ham ko'rsatib ketganingiz ma'qul. Davom etishni bosamiz, bizda savol yaratadigan oyna paydo bo'ladi. Mana. Endi bu yerda nima qilamiz? 4 xil savol bor. Istalgan bittasini foydalanish mumkin, aralashtirish mumkin. Masalan, test, ha, yo'q, ochiq savol, ko'p javob. Mana. Keling bitta test kiritib ko'ramiz. Mana ha, yo'q kiritib ko'ramiz. Masalan, yozamiz. Fransiya poytaxti Londonmi? deb. Keling, Londonmi emas, London deb kiritaman. Mana. Fransiya poytaxti London degan gap o'quvchiga savol sifatida berilyapti. To'g'rimi, noto'g'rimi? Javobini kiritib qo'yamiz. Noto'g'ri. Mana. Ikkinchi savol qo'shamiz. Endi test. Masalan, bu yerga testga yozamiz mana. AQSh. Mana. AQSh poytaxti. Savol yozdik. Endi bu yerga javob variantlarini yozishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, bu yerga yozishimiz mumkin bo'ladi. Biz Parij, Washington, masalan, Texas. Yana bitta variant yozib qo'ysak bo'ladi. O'zi aslida 3 ta variant ham yozish mumkin. Ya'ni 2 ta majburiy, eng kamida 3 ta 4 ta qo'shish mumkin bo'ladi. Masalan, yozib qo'yamiz mana istalgan bittasini. Va muhim jihati rasm qo'shish. Savollarga rasm qo'shish orqali uni boyitish mumkin. Masalan, AQSh poytaxtiga mana bu joyda rasm izlash mumkin. Masalan, USA deb izlasak, bizda mana shunaqa rasmlar chiqib keladi. Qarang. Mana. Istalgan bittasini shunday tanlash orqali savolga qo'shib ketish mumkin. Va bu yerda masalan Parij rasmini ham javobda ham ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, unga ham berib ketish mumkin. Hozir bularni har bittasiga qo'shib chiqmaymiz. Mana. Demak, savol to'plamini yaratganingizdan keyin bu o'yinni siz bemalol o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Saytda nashr qilish uchun eng kamida 15 ta savol to'plami yaratish kerak bo'ladi. Xo'p. Mana bu strelkani bosish orqali chiqib ketish mumkin. Nashr qilish uchun esa bizda 15 ta savol bo'lish kerak. Lekin mana bu strelkani bossa, o'ynash oynasiga o'tamiz. Mana. Biz hozir tuzgan poytaxtlar degan savol. Keling o'ynab ko'ramiz, savollarimiz chiqdimi yo'qmi? Mana 3 ta kartochka. Bittasi bonus. Fransiya poytaxti London. To'g'rimi, noto'g'rimi? Keling to'g'ri deb ko'ramiz. Mana. Davom etish. Keyingi savol. AQSh poytaxti Parij, Texas, Washington. Mana Washington masalan. Buni to'g'ri dedi. Va xuddi shunday oxirida demak, qaysi jamoa necha ball bilan yutganini ko'rish mumkin. Va bu savol to'plamlarini ham bemalol biz xuddi boya ko'rsatganimizdek yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Mana. Nechta savol qilsangiz, xuddi shuncha savol sahifaga joylashib tushadi.